Sochi shahrida tashkil etilgan Butunjahon yoshlar festivalining bugun 5-kuni bo'lishiga qaramasdan, hamon Sochiga chet el davlatlaridan o'z ishining mutaxassislari, yoshlari tashrif buyurmoqda. Jumladan, O'zbekiston yoshlari ham har sohada faol ishtirok etmoqda. Forumda O'zbekiston, Qozog'iston, Argentina va ko'plab davlatlarda xalqaro loyihalarni amalga oshirayotgan Inbaktim jamoasi vakili sifatida ishtirok etyapman. Bizning loyiha Rosatom bilan hamkorlik qilayotgan davlatlarda ekologiya, yadroviy ta'lim va ilmiy tadqiqotlar sohasida xalqaro loyihalarni amalga oshirishga qaratilgan. Bu loyihamizni Qozog'iston va O'zbekiston mamlakatlarida amalga oshirishni ko'zlayapmiz. U yadro energetikasi o'zi nima? Uning doirasida nafaqat atom elektr stansiyasi, balki yadroviy tibbiyot ham o'rganishni nazarda tutuvchi mavzulardan tashkil topgan. Qozoq va o'zbek tillarida berilgan video dasturlarni o'z ichiga olgan. Video darslar sodda va tushunarli tilda o'tilganligi tufayli uni nafaqat o'quvchi, talabalar, hatto shu sohaga qiziqqan shaxslar ham ko'rishi mumkin. Loyihadan ko'zlangan maqsad yadro energetikasini tushuntirish va ommalashtirishdan iborat. Ekologiya bo'yicha bir nechta loyihalarga egamiz. Ular Braziliya, Argentina va Turkiya davlatlarida amalga oshirildi. Loyiha kamdan kam uchraydigan hayvon turlarini himoya qilishni nazarda tutadi. Masalan, Turkiyada aynan shunday loyihalardan biri amalga oshirildi. Rosatom tomonidan atom elektr stansiyalari atrofida yashaydigan, yo'qolib ketayotgan hayvon turlarini himoyasi o'rganildi va yo'qolib ketish arafasida turgan dengiz toshbaqalari himoyasiga qaratilgan loyiha ishlab chiqildi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, yadro energetikasi tibbiyotda ham qo'llanilmoqda. Bu esa uning istiqbolli yo'nalishlaridan biri bo'lib borayotganidan dalolat beradi. Xabaringiz bo'lsa, O'zbekistonda 2019-yilda yadro tibbiyotining birinchi markazi tashkil etildi. Ayni paytda u yerda PIT tomonidan mutaxassislar faoliyat yuritmoqda. Kelajakda bu soha nafaqat jahonda, balki bizning yurtimizda ham rivojlanib boradi. Festival mehmonlari mahorat saboqlari, muhokamalar, panel sessiyalari va treninglarda ishtirok etishi, eng yaxshi ijodiy guruhlarning chiqishlarini tomosha qilishadi. Shuningdek, kechki dasturda taniqli san'atkorlar ishtirokidagi konsert va tok-shoularda qatnashadi. Qahramonimiz singari yosh yetakchi mutaxassislar ishtirokidagi loyihalardan so'ng ko'plab chet ellik mutaxassislardan takliflar tushdi. Muhokamalarda o'zbek yoshlari tomonidan taqdim etilgan loyihalar, zamonaviy biznes modellari va treninglar hamkorlikning yangi bosqichini boshlab berdi. Festival juda ham katta maydonda tashkil etilgan bo'lib, unda 5 ta pavilyon, miniatyuralar parki, chiqishlar uchun sahnalar qilingan. Har bir burchak juda ham go'zal va o'sha har bir davlatning milliyligidan kelib chiqqan holda tayyorlangan. Bunda yoshlar seminar treninglarga, har xil tadbirlarga qatnashish imkoniga ega. Qisqa qilib aytganda, festival har tomonlama butun jahon standartlariga javob beradigan darajada tashkil etilgan.